2013-yili Uyg'ur diyoridan qochib chiqqan aka-uka 3 qarindosh Hindiston-Xitoy chegarasidagi Ladakh yo'lda Hindiston soqchilarining qo'liga tushib qolgan. 2014-yili Hindiston soti ularni chegaradan pasportsiz o'tgan hamda pichoq esib olgan degan jinoyat bilan 1,5 yillik qamoq hukm qilgan edi. Yaqinda bu qarindoshlarning texnik Hindiston turmasida ekanligi aydin bo'lgan. Adil Planeta torining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, ayni vaqtda 20 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan Adil, Abduxoliq va Abdusalom ismli bu 3 qarindosh soqchilarning qo'liga tushib qolgandan keyin o'zlarining qochib chiqish sababining siyosiy zulm ekanligini bayon qilgan. Ularning avukatligini qilgan Muhammad Shafi Lasso bu vaqt so'z qilib, bu uchaylarning Xitoy zulm sababidan qochib chiqqan kishilar ekanligini men hukumat doiralariga va sotchilarga ko'p qitim aytdim. Shuning bilan birga ularni Xitoyga qaytarmaslik hamda Hindistonga makonlashtirishni talab qildim. Ammo buningga hozirgacha hech qanday javob olmadim degan. Uyg'urlar va Sharq Turkistondagi boshqa turk xalqlari har dushanba kuni Xitoy doiralari tomonidan uyushtirilgan bayroq chiqarish murosimiga qatnashishga majbur bo'ladi. Yaqinda ijtimoiy taratqularda bir Uyg'ur ayolning qo'rqinch ichida bayroq chiqarish murosimiga ketayotganda yiqilib tushganlik o'tirib chiqqan edi. Keyincha bu ayolning qazo qilganligi ma'lum bo'ldi. Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotgan Xitoy doiralari G'arbiy Turkistondagi mustamlikachilik harakatini tezlatdi. O'zbekiston qatnash ministri Ilhom Mahkamov Xitoy ashyo oborot shirkatlari O'zbekiston orqali mal bilan ta'minlabni qolmay, yana davlatning chegara rayonlarida ashyo oborot markazi qurdi dedi. Xitoy Sharq Turkiston xalqiga qaratilgan assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosatini kuchaytirish uchun atalmish Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash to'g'risidagi qarorni ma'qulladi. Atalmish Xitoy Xalq siyosiy maslahat kengashi Uyg'ur avtonom rayonlik komitetining organ torida bildirilishicha, 17 may tushdan burun atalmish avtonom rayonlik siyosiy kengash 13-navbatlik komiteti doimiy komitetining 2-qitimliq yig'ini turli qarorlarni ma'qullagandan keyin Urumchida yepilgan. Atalmish avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Qo'rchoq amaldor Nurlan Ablimajin yig'iniga riyosatchilik qilgan. Aqsaray Xitoyning Amerika o'zak ishlab chiqarish shirkati Mikronning muhim ul asliya turlariga mahsulot bilan ta'minlashini cheklaganligiga inkos qaytardi. Aqsaray bayonotchisi Jean-Pierre Xitoyning bexatarlik andisini bahona qilib, o'zak eksportini cheklashining paketni asos qilmaganligini ifodalab, ularning bu qarori va Amerika shirkatlarining nishonlashidan bearam ekanligini aytdi. Rusiyaning muavin bosh ministri Aleksandr Novak o'zlarining Xitoyga energiya to'shishini davomli ko'paytirganligini bayon qilib, 2023-yili 1-faslda bizning Xitoyga yetkazgan energiyamiz 40% dan oshdi dedi.